Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Biz keyingi savollarimizni tahlilga o'tamiz. Keyingi savolimiz bizda A to'plam 2 to'plam berilgan ekan. A va B to'plamlar. A to'plam bizda 60 sonning natural bo'luvchi soni, B to'plamimiz bizda 48 sonning natural bo'luvchi soni va A bilan B ning kesishmasining qism to'plamini sonini topishimiz kerak ekan biz. Xo'p, ikki to'plam chiza oladigan bo'lsak, bu A to'plam, mana B to'plam. Xo'p, ikkalasining kesishgan sohasi degani uchun, biz mana bu to'plamni topishimiz kerak. Xo'p, shuni o'zini belgilab oladigan bo'lsak, o'sha to'plamni topishimiz kerak bo'ladi. Bu bizda ikkalasining kesishmasi to'plami. Xo'p, ikkalasining kesishmasini qanday topamiz? Ikkalasining kesishmasini topish uchun bizga ham 60 ga, ham 48 ga bo'linadigan sonlarimiz kerak. Chunki bizda mana bu yerda faqat 60 ga bo'linadigan sonlar, bu yerda faqat 48 ga bo'linadigan sonlar. Agar biz ikkalasiga ham bo'linadigan sonlar topishimiz uchun biz nima qilishimiz kerak? Xo'p, i kub 60 va 48 topib olamiz birinchi. Chunki biz umumiy bo'lishlar sonini topib olishimiz kerak bo'ladi. Umumiy bo'lishlar sonini topish uchun birinchi i kub topamiz va o'sha i kubda chiqqan sonning natural bo'lishlar sonini topib qo'ysak bo'ldi. Xo'p, bizda i kubimiz 60 va 48 uchun 60 ni tub bo'lishlar bo'lsak 2 30, 2 15, 3 5, 5 1. Agar 48 ni ham tub bo'lishlar bo'lsak 2 24, 2 12, 2 6, 2 3, 3 1 bo'ladi. Ya'ni bizda 60 sonimiz 2 ning kvadrati, 3 ning 1, 5 ning 1 va 48 sonimiz bizda 2 ning 4-si, 3 ning 1 bo'ladi. Ikkalasi uchun i kub topadigan bo'lsak, ikkalasida ham borning kichik darajasini olamiz. 2 ning kvadrati 2 ning 4 bor, значит 2 ning kvadratini olamiz. Xo'p, 3 ning 1, 3 ning 1, значит 3 ni olamiz. Ya'ni ikkalasi sonning i kubi 2 ning kvadrati ko'paygan ekan, 12 ekan. Значит o'sha 12 sonning hamma natural bo'luvchilari bular uchun umumiy bo'luvchi bo'laveradi. Ya'ni biz topamiz endi natural bo'luvchi soni 12. 2 ning kvadrati 3 ning 1'si. Buni topish uchun biz darajalarga 1 qo'shib, o'zaro ko'paytirib qo'ysak bo'ldi. Birinchimiz bizda 2 + 1 bo'ladi, ikkinchimiz 1 + 1 bo'ladi. Ya'ni 6 ta umumiy bo'luvchiga ega. Endi faraz qiling, bir to'plam bor. O'sha to'plamimiz bizga 6 ta elementga ega. 1 2 3 4 5 6. O'shaning qism to'plamini sonini topishimiz kerak. Qism to'plam degani uchun 2 darajasi n formulani foydalanib qo'yamiz. 2 darajasi 6 ta. Bu to'plamning qism to'plami soni 64 ta ekan. Xo'p, savolimiz oddiy ekan. Xo'p, bizni kuzatishda davom eting. Biz ham shunaqangi qiziqarli misollarni oddiy usullarda ishlashni sizga o'rgatamiz. Sog' bo'lasizlar.